Qo'lda gilam to'qish yo'nalishi hunarmandchilikning juda qadimiy davrlarga borib taqaladi tarixi. O'tgan asrlarda bir necha yuzlab yillar avval mana shunday qo'lbola asbob uskunalarda, qo'lbola urchiqlarda yigirgan iplarda gilamlar momolarimiz, onalarimiz tomonidan to'qib kelingan. O'sha davrlarda ilk taraqqiyot hali hayotimiz unchalik rivojlanmagan bir paytda bu ham daromad manbai, ham uy jihozi, kerakli eng hayot uchun zarur bo'lgan ashyolardan biri bo'lgan. Mana hozirgacha bu ishlarni davom ettirib kelyapmiz. 80-yillarda men yosh paytimda mahallamizda juda ko'p ayollarimiz, deyarli 90% ayollarimiz, onaxonlarimiz bosh bo'lib, kelinlar, qizlar gilam to'qish bilan shug'ullanganmiz. Men ham o'sha davrda qo'shnilarimizdan, amma xolalarimdan, onamdan o'rganib, shu ishga qiziqib, haligacha davom ettirib kelyapman. Gilam to'qishda avvalo iplarni tayyorlashdan boshlanadi. Qo'y yengidan, paxtadan, urchiqlarda nozik qilib yigirilib, urchiqlarda iplarni yigirib, oppoq paxta iplarni yigirib, keyin ularni kalavalarga aylantirib, har xil tabiiy mahsulotlar yordamida bo'yab olamiz. Mana shu urchiqlarning o'zi ham juda ham qadimiy, mana toshlardan urchiq boshlari yasalgan. Buni ham albatta qo'li gul hunarmandlar yasagan. Bo'yashda mana bunday men hovlimda gulxayri yetishtiraman. Gulxayrining qurigan gullaridan biz pushti rangni olamiz. Tabiiy mahsulotlar bilan bo'yalgan sholchalarimiz juda ham yorqin rangli bo'ladi va ularni turli ranglarda chiroyli qilib chiqarish mumkin. Undan tashqari, paxtadan tashqari qo'y junnaridan ham yigirilib, bo'yab, mana bunday poyandozchalar to'qish mumkin. Bular inson salomatligi uchun nihoyatda foydali. Buni oyoq ostiga to'shab qo'yamiz yoki stulchiklarga, shofyorlar o'rindig'iga to'shasak, issiqqina oyoqdan zax o'tkazmaydi. Mana shu ishlarimizni davom ettirish uchun astoydil harakat qilyapman. Maktablarda, ta'lim muassasalarida, mahorat darslarida o'quvchilarni qiziqtirish uchun bor imkoniyatlarimdan foydalanyapman. Umid qilamanki va ishonamanki, mendan keyin mana bu yosh shogirdlarim bu ishlarni davom ettiradi. Bizning milliy an'analarimiz, udumlarimiz hech qachon yo'qolib ketmaydi. Sirdaryo viloyatining hunarmandlarini, ularning ishlarini yuzaga chiqarish va davom ettirish asosiy oliy maqsadim deb o'ylayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.